tushda go'r ko'rishning ta'birlari. Hazrati Doniyolning aytishlaricha tushdagi go'r zindon, ya'ni qamoqni bildiradi. Tushida o'zi uchun o'zi go'r kavlaganini ko'rsa, ahvoli tang bo'lishiga dalildir. Ba'zi ta'birchilarning aytishicha, o'sha go'r kavlagan joyda o'zi uchun uy qurishini bildiradi. Tushida uni go'rga qo'yganlarini ko'rsa, ahvoli og'ir bo'lishiga dalildir. Tushida uni go'rga qo'yganlarini va boshiga tuproq tortganlarini ko'rsa, dinda nuqson bo'lishi va dunyodan tavbasiz ketishiga dalildir. Ibn Sirinning aytishicha, tushida o'zi go'rga kirganini ko'rsa, qamoqqa solishlariga dalildir. Tushida go'rga kirib, u yerda o'lganini ko'rsa, qamoqda o'lishiga ishora. Tushida uning tomi ustiga go'r kavlaganlarini ko'rsa, uzoq yashashi ishorasi. Agar go'r ustida turganini ko'rsa, gunoh ustida doimiy bo'lishiga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, tushida o'zini go'rda o'lik holda ko'rsa va munkar va nakir uni savolga tutsa, o'sha diyor podshohi uni qidirishiga dalildir. Agar munkar va nakirga xato javob aytganini ko'rsa, podshoh azobidan ojiz qolishiga dalildir. Uni tushida go'rdan chiqarib dorga osganlarni, yana qaytib go'rga qo'yganlarini ko'rsa, podshoh uni e'zozlashi va sarpo kiydirishiga, so'ng qamoqqa solishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.